Assalomu alaykum. Texnika mo'jizasi kanaliga xush kelibsizlar. Xo'p, biz bu videoda Google account yoki Play Market ochishni o'rganamiz. Yangi Android telefon olinganda Play Market ochish kerak bo'ladi, biron bir o'yin narsa skачать qilish uchun. Buning uchun Play Marketga kiramiz. Hamda yo'da bizda mana accountga kirish so'raladi. Biz bu account saqlanib qilishimiz uchun yo internetimiz yoqib bo'lishi yoki telefonimizda Wi-Fi ulangan bo'lishi kerak. Bu yerda mana bizda accountimiz bo'lsa, bu yerga kirilsa o'sha accountga kirishimiz mumkin. Lekin biz account ochishimiz kerak. Demak, sozdать account tugmachasini bosib, для себя qilamiz va kiramiz. Bu yerga ism, familiya yoziladi. Xohlasangiz o'zingizning ismi, familiyalarni yoki boshqa biror bir so'z yozsangiz ham bo'ladi. Faqat esingizda qoladigan so'z yozishingiz kerak. Hamda bu yerda tug'ilgan sana, oy, yil yoziladi va o'g'il bola yoki qiz bola tanlanadi. Bu ma'lumotlarni iloji boricha o'zingizlarnikini kirgizganingiz ham yaxshi, chunki agar parolingiz esingizdan chiqib qolsa, bu narsalarni sizlardan so'raydi. Va mana bu yerga login kirgiziladi. Login saqlanib qilinadi. Bu yerga oson loginlar tushmaydi. Masalan, Mi Redmi desam, hozir bu account уже ishlatilyapti deydi. Shuning uchun masalan Mi Redmi biror bir raqamlar qo'shishimizga to'g'ri keladi. 20 deymiz. 21. Bu account ham bor ekan. Xo'p, keyin bizda parol so'raydi. Parolni ham iloji boricha qiyinroq parol qo'yish so'raydi bizdan. Xo'p. Bu joyni o'tkazib yuboramiz. Xo'p, keyin bu yerga telefon nomeringlarni ulashinglarni so'raydi. Ehtiyot shart telefon nomeringlarni ulab qo'yganinglar yaxshi. Xo'p, endi buni tasdiqlaymiz va bu yerda bizga ishlatish qoidalari hamda shartlari bilan tanishtirib o'tiladi. Qabul qilamiz. Hamda oxirgi qadam bu yerda mana Google diskka sizning ma'lumotlaringizni saqlanib qilib borish haqida ogohlantiryapti va mana bu tugmacha orqali rozilik yoki norozilikni bildirishingiz mumkin. Bu yerda o'chirib qo'yamiz. Bizga ma'lumotlarni saqlab borishi kerak emas va mana bu ko'k tugmachani bosamiz. Shu bilan Google account bizda ochildi. Xo'p, bu Google accountni parol hamda loginlarni eslab qolsangiz, keyinchalik o'yinlarga yoki biror bir saytlardan ro'yxatdan o'tayotganda kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.